Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihasining 88-soni efirda. O'z faoliyatidagi maqsadlarini birovlarga tushuntirib charchagan insonlarning xatosini kechirishga kuch topadi. Maqsadga aql va tafakkur kuchi bilan erishganlar hayratlanarli kashfiyotlarni ham yarata oladi. Uzoq yillik bosh qotirishlar masala yechimini topishga ko'mak bersa, yurak taskin topadi. Ilmi urfon davonlarini egallaganlar hikmatlarni qunt bilan tahlil qilib, mantiq ilmiga zo'r beradilar. Tafakkur bulog'idan suv ichganlar mantiq ilmi bilan sir xazinalaridagi eshiklarga kalit yasay oladi. Asosiy matnga uyqash bo'lmagan jumlalar, jumboqlar kalitini topishda yordamchi harf vazifasini o'taydi.